Katta oziq tishlar. Katta oziq tishlar, ya'ni malyar tishlar, dens malyaris deyiladi. Demak, ular har bir jag'da 6 tadan bo'ladi. Demak, mana pastki jag'da o'ng tomonida 3 ta, chap tomonida 3 ta, yuqorida ham xuddi shunday. Jami 6 tadan 12 ta, demak, malyar tish bo'ladi. Katta oziq tishlarimizda o'ziga xosligi shundaki, ularning chaynov yuzasi to'rtburchaksimon shaklga ega. Nima uchun to'rtburchaksimon? Chunki chaynov jarayonidagi asosiy demak bosim aynan shu malyar tishlarimizga tushadi. Endi ularni birma-ketin ko'rib chiqamiz. Yuqoriki jag'dagi birinchi katta oziq tish, ya'ni mana birinchi malyar tish, bu malyar tishlar orasida eng kattasi hisoblanadi. Umuman olganda yuqoridagi malyar tishlarimizda demak mana chaynov yuzasida do'mboqchalar bor. Demak, ularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu do'mboqchani biz lunj mezial, bunisini lunj distal, demak mana tanglay tarafda tanglay mezial, tanglay distal do'mboqchalar deymiz. Demak, lotin tilida aytadigan bo'lsak, tishlardagi do'mboqchalarni cuspis deb aytamiz. Cuspis meziobuccalis, cuspis distobuccalis, cuspis palato meziopalatinalis va cuspis distopalatinalis. Demak, tanglay tomonda mezial distal, lunj tomonda mezial va distal do'mboqchalar mavjud ekan. Endi bu birinchi malyarga xos do'mboqchalar. Ikkinchi demak yuqorigi malyar tishimizda odatda 50% holatlarda 4 ta do'mboqcha bo'ladi. Aynan men birinchi malyarda sanagan do'mboqchalar 50% holatda bo'ladi. 30-40% holatlarda mana bu distal tanglay do'mboqcha bu yo'qolib ketadi, ya'ni reduksiyaga uchraydi va shunda 3 ta do'mboqcha, 2 ta lunj tomondagi va bitta tanglay tomondagi do'mboqcha qoladi. Demak, 30-40% holatlarda mana shu holat bo'ladi. Va qolgan demak kam foiz holatlarda demak bunda 2 ta do'mboqcha ham bo'lishi mumkin. Ya'ni lunj tomonda bitta do'mboqcha, tanglay tomonda bitta do'mboqcha. Shunda demak ikkinchi malyarimiz ikkinchi premalyarga juda ham o'xshab qoladi. Demak, qachonki o'sha bu kamdan kam uchraydigan holat, lekin hurmatli talabalar, ikkita do'mboqchali bo'lsa, yuqorida oldingi videolarda aytib o'tganmiz, premalyar tishlarimizda mana vestibulyar va oral demak ikkita do'mboqchasi bo'lar edi. Endi uchinchi katta oziq tishimiz, ya'ni malyar tishimiz. Odatda uchinchi katta oziq tishimizda o'zi 3 ta do'mboqcha bo'ladi. 3 ta do'mboqcha bo'ladi. Lekin kamdan kam holatlarda bunda teskari holat bo'lishi mumkin. Ya'ni 5 tadan 8 tagacha do'mboq bo'lishi mumkin. Hurmatli talabalar, eslab qolinglar. Bu faqat mana shu aql tish uchun, ya'ni dens seratonus deymiz, yuqorigi aql tish uchun xos holat hisoblanadi. Birinchi, ikkinchi malyarlarimizda bunaqa holat hech qachon kuzatilmaydi. Demak, yoki aksincha bo'lib, do'mboqlarini hammasi qo'shilib bitta do'mboq bo'lib qolishi ham mumkin. Unda bu tishimiz shtrifsimon tish deyiladi. Demak, shtrifsimon tish ham aynan mana shu 3-chi malyar tishimiz uchun xos holat hisoblanadi. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Yuqorida men ta'kidladim. Demak, tanglay mezial do'mboqcha bu eng katta do'mboqcha. Tanglay distal do'mboqcha bu eng kichkina do'mboqcha. Aynan tanglay mezial do'mboqni kattaligini yana bitta sababi, tanglay mezial do'mboqni mana ichki tomonida, hurmatli talabalar, demak, ichki tomonida carabelli do'mbog'i ham uchraydi. Biz uni lotinchada tuberculum anomali carabelli deymiz. Aynan tuberculum anomali carabelli mana shu demak birinchi malyar tishimizni, ya'ni eng katta malyar tishimizni tanglay mezial do'mbog'ini sathida, tanglay tomonida mana shu sohada uchraydi. Buni unutmasligimiz kerak. Endi demak
pastki malyar tishlarimizni ko'rib chiqamiz. Demak, hurmatli talabalar, pastki malyar tishlarimizda mana bittasi misolda ko'rib chiqamiz. 4 ta emas, 5 ta do'mboqcha bo'ladi. Yuqorida men 4 ta do'mboqchani sanadim. O'z umumiy holatda yuqorigi malyar tishlarimizda, pastda 5 ta. Ya'ni bular tanglay, endi tanglay bo'lmaydi. Bu yerda lunch mesial, ya'ni cuspis mesiobuccalis, lunch distal, cuspis distobuccalis va distal, mana kichkinagina do'mboqcha, eslab qolinglar, bu distal do'mboqcha. Cuspis distalis deyiladi. Cuspis distalis va endi bu tomondan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda mana endi buni til tomondagi deb aytamiz. Ya'ni til mesial do'mboqcha. Cuspis mesiolingualis. Cuspis mesiolingualis. Mana bu do'mboqchamiz bo'ladigan bo'lsa, til distal do'mboqcha. Cuspis, demak buni aytamiz distolingualis. Demak, pastki malyar tishlarimizda birinchi malyar misolida mana ko'rib chiqyapmiz. 5 ta do'mboqcha bo'lar ekan. Demak, til mesial, til distal, lunch mesial, lunch distal va distal do'mboqchani mana o'zi ham bo'lar ekan. Endi shu o'rinda yana bitta narsani ta'kidlab o'tish kerak. Ikkinchi malyar pastki tishimizda qo'shimcha do'mboqcha bo'ladi. Biz uni cuspis accessoris deymiz va yuqorigi demak ikkinchi malyar tishimizda qo'shimcha ildiz bo'ladi. Biz uni radix accessoria deymiz. Demak, radix accessoria bu yuqorigi ikkinchi malyar tishimizda bo'ladi. Endi hurmatli talabalar, prikuslarni ko'rib chiqamiz. Prikuslar o'zi anatomik va patologik bo'ladi. Endi anatomik prikuslarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda eng ko'p uchraydigan prikus bu ortognatik prikus hisoblanadi. Ortognatik prikus yuqorigi kesuvchi tishlar pastki kesuvchi tishlarni 3 dan 1ni qoplab turadi. Demak, takrorlayman, yuqorigi kesuvchi tishlar pastki kesuvchi tishlarni 3 dan 1ni qoplab turadi. Bu ortognatik prikus. To'g'ri prikus yuqorigi kesuvchi va pastki kesuvchini uchi, ya'ni kesuv qirrasi bir-biriga to'g'ri tushib turadi. Demak, bu hurmatli talabalar to'g'ri prikuslar hisoblanadi. Progenik, pro bu oldingi degani, genius bilasizlar, engak sathini biz nazarda tutamiz. Engakni oldinga chiqishi, ya'ni pastki kesuvchi yuqorigi kesuvchini 3 dan 1 qismini qoplab tursa, bu progenik prikus hisoblanadi. Endi keyingisi biprognatik. Biprognatik prikus, hurmatli talabalar, pastki kesuvchi ham, yuqorigi kesuvchi ham biroz oldinga chiqadi. Pastki kesuvchini faqat uchini yuqorigi kesuvchi qoplab turadi. Demak, biprognatik prikusda pastki kesuvchini uchini yuqorigi kesuvchi tishlar qisman yopib turadi, xolos. Mana shu yerda ortognatik bilan adashtirib yubormasligimiz kerak. Ortognatikda men birinchi aytib o'tdim, eng ko'p uchraydigan prikus. Bunda demak pastki kesuvchini 3 dan 1ni qoplab turadi. Biprognatik prikusda faqatgina demak pastki kesuvchini faqatgina 3ni qoplab turadi. Demak, hurmatli talabalar, prikuslarimiz ortognatik, biprognatik, progenik hamda to'g'ri prikuslar demak bor ekan. Demak, hurmatli talabalar, bu video darsligimizda sizlar bilan malyar tishlarni, ya'ni katta oziq tishlarini ko'rib chiqdik. Katta oziq tishlarni o'ziga xosligi va demak farqlariga ham to'xtaldik. Asosiy farqlari do'mboqchalarini sonida, bu birinchi o'rinda, katta kichikligida demak bir qancha farqlari bor ekan. Va yana bitta asosiy farqi, buni unutmasligimiz kerak, yuqorigi malyar tishlarimizda demak
3tadan ildiz bo'ladi. Pastki malyard ishlarimizda esa 2tadan ildiz bo'ladi.